Minecraft lekin qor boladan epik narsalar beradi. O'tgan videoda bu narsani obzor qilgandim, adashmasam. Qor boladan epik narsalar beradi obzor qilgandim. Короче, shu mod bilan o'ynashga qaror qildim. Aytgancha sizlar bilan Mr. Azik. Yangina videomizga xush kelibsizlar. Orqadagi fondagi ovozga e'tibor bermaysizlar. Kulerim o'ynayapti. Kechqurun bo'lsa shunchalik o'ynarmikin, tavba. Shuni 5 minutga faqa bo'lib turay hozir. Bo'ldi, men qaytdim. Shuni uydagilar chaqirib qolish shularga qaragani ketdim. Sizlarga kattakon rahmat. Men bunchalik aktiv bo'lasizlar deb o'ylamagandim. Men aytmadim, endi esimda yo'q. YouTube kanalida yangiman. Shuning uchun xato qilsam, noto'g'ri gapirib qo'ysam, xato qilding, toshot, bo'lmasa iltimos. Bitta narsani yo'q beraylik. Men cheater deyoringlar, men qizig'i yo'q. Cheater deysizlarmi yo boshqa deysizlarmi? Menga вообще farqi yo'q. Voy, qorli joydan spam qilmadim. Hozir qorli joy topish kerak. Хотя boshqacha kuchaya olaylik. Bu Minecraft'da 1.14 versiyasi. Hammalar o'ylagandek bu versiya yo'qolib ketgandir. Bu versiya yo'qolib ketmagan. Toshgacha ham kuchayib oldi. Endi qorli joy qidirib let's go. Shu hech tog'li joy chiqmaydi-da. Tog'li deb qorli joy. Yo'lma qishloq topishga harakat qilamiz endi. O'zingizlar bilasizlar, qishloq atrofida gapirishim deyapman, qovoqlar bo'ladi, ya'ni oshqovoqlar. Qishloq atrofida oshqovoqlar bo'ladi. Bizga qor bo'lasash uchun bitta tushdim. Necha foiz ehtimoli bu? Bizga qor bolalar yasash uchun narsa kerak. Oshqovoqlar kerak. Iloji boricha o'yilgan oshqovoqlar bo'lsa zo'r bo'ladi. Shakar qamish bizga kerak. Maqsadda aytdimmi, aytmadimmi? Bitta maqsad aytib qo'yay, full olma soslig'i qilib bo'lgandan keyin bu qism bu video 2 ga bo'lishi mumkin. Chunki YouTube'ga 15 minutdan ko'p video qo'ya bilmayman. Atrofda mob urayotsa mobam yo'q-da. Mobam yo'q. Kerakli payt topilmaydi, keraksiz payt urib o'ladi. Men o'z o'laman, men aytdim. Qo'rim ochib. Minecraft mana ustimdan kulyaptimi? Bolalar to'xtab turing. Hozir o'zimga night vision berib oldim. Endi o'zingizlar tushunasizlar. Bola oshqovoqlar topdi. Hozir mash tovuq urishim bilan qornim ochishni boshladi. Axir bu Minecraft qo'ydasiz-ku. Ligimizda oshqovoq topdik. Oshqovoq. Yaxshi mehnat. Yarim davlat. Yaxshi kayfiyat. Sizlar buni bilamidinglar? Bedrock versiyada oshqovoqlar o'yilgan paydo bo'ladi. Yaxshi. Hozircha chidasa bo'ladi. Night vision bilan o'ynash boshqacha-da.
Yo qo'yla. Mayli. Ye. Ye. Ana o'ldirdik. Ya xudoyim. Qani yo'q, bismillah. Ye. 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 O'zimiz ana. Ha, pulchani yo'q bo'lib turaveramiz. Shekilli bu pachovatchani. Mana senga. Bitta zarbaga beramas. Qani o'niga borachi yerda qor bormikan? Qor bo'lsa urush bo'ladi. Afsus. Qor yog'gan. O, tepada-chi, вообще katta joylar ekan. Mana shular Java versiyada ham, Java Minecraftda ham bormikan? Bilsanglar, Minecraft ikkiga bo'linadi: Java va Bedrock. Java kompyuter uchun bo'lsa, Bedrock telefon uchun. Lekin Bedrock versiyani Javaga o'rnatsa bo'ladi. Bu haqida Artifact video chiqargan. O, ko'mir kerak. Ota bobolarimiz aytishgan, ko'mir ko'p bo'lmaydi deb. Ko'miringga aytuvdim. Well. Qanaqa? Yo, uchararol. Yerini o'zida mo'jiza. Va biz ko'rgan joylar bir tiyinga qimmat joylar. Tugaydigan yermi? Yo, what the fuck? Cho'tki joylar ekan. Shunchalik balandlikda ham qor spawn bo'lmaydimi? Bolalar nima deysizlar? GIF komandasidan foydalanamizmi? Bo'pti. Yana 3 minutcha qidiraylik. Undan keyin GIFdan foydalanmasa bo'lmaydi. Video vaqtcha uzilib ketadi. O'zi iloji boricha videoni cho'zmaslikka harakat. Voy. Hech qaysi videomni pastga tushib o'lmagandim. Bo'pti. Zo'r mana borgan bo'lsa endi baqa boramiz. Effekt berib olay hozir. Hech qaysi videomda bunchalik sharmanda bo'lmagandim. Bolalar, bundan keyin men ikkita video chiqarganman. Ashin obzor qilyapti turgani, короче, ovoz yozib olmay qolgan. O'shanga hozir nimaga ovoz yo'q ekan deb hayron bo'lib o'tirmanglar. Endi hayron bo'lmasliklari ham aniq. Chunki uni ko'pchilik ko'rmaydi-da. Kanal aktiv emas. Chunki mening maqsadim yozgacha 50 ta bo'lish. Yozgacha 50 ta bo'lish. Bu sizlar uchun muammo emas-ku. Shunchaki like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Bo'ldi, men sizlardan boshqa narsa so'ramayman. Sizlardan so'raydigan narsam shu. Ham so'rayman, ham iltimos qilaman. Yana biz ashqavola topdik. Well, sal qoldi. Ama boru Java'da o'ynasam, men shunaqangi zo'r datda paklarni topib qo'yganman bolalar. Ana boya aytdim-ku, boya chiqmagan mob bilan endi chiqadi. Ko'ryapsizlarmi? Bu Minecraftda bitta mantiqqa tupurib qo'ygan. Jo'jida. Qidirganingda chiqmaydi boya mashina. Bo'pti, endi qishloq topaylik, bo'pti. Hatiyam. Yo, temir qaziyimizmi, ha? Konga tushib ko'raylik, temirlar bormi? Yo, temirlar bor ekan. Yaxshi. Right, ketmondi. Uyal, azik, uyal. Kimsan endi YouTube'ga chiqib ketsa-da, azik ketmon bilan nasl olmoqchi bo'ldi deb. Temir olmoqchi bo'ldi. Lekin shu
temir olaman deb o'ylagan kallasiga boshlanibdi. Yo'q. Minecraft qotdi. Yo'q, Biden ishi temirmi? Yo'q. Taxmin qilaman mashina tepasida ham bor. Va Evil toshyapsan dedi Minecraft. What the fuck? Qanaqa joy bu? Hatto ozgina bo'lsa ham temir oldik-ku. Menga hozir temir muhim emas, qishloq muhim. Ovqat muammosini bittada hal qilib yuborgan bo'laveradi deydi. Qishloq topsa. Nima qilamiz, aniga kiramizmi yo mana yuraveramizmi? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 tupurni mana qaytdim. Shu tog' uchiga chiqamizda endi GIF komandasidan foydalanamizda. Men cheater deb o'ylamayman. Boya aytdim 10 gacha dedim, 11 bo'lib ketdi. Yo, vulqonli tog'mi? Normalniy joylar ko'papsiz-ku. Nice. Oh, nice. Опана. Sichdi. Oppa. Yo. Boyagi joylarga o'xshagan. Qor. What the fuck? Cho'rorol. Yerni o'zida. Mo'jiza. Qorlar bormi, yo'qmi? Bo'pti, endi GIF komandasidan foydalanamiz. 3 minutda qor bo'ladigan epik narsalar ola bilamanmi, bilmayman. GIF mayli bir snack beringlar. Endi bolalar to'g'ri tushunasizlar, to'g'risi men videoni cho'zgim kelmayapti. Sizlar ham zerikib ketasizlar. Bundan tezda maqsadga o'tib turib tosh qovoq minusda. Olmos yo'q kiyimlar. Buni chestplate kerak. Nice. Nima? Regeneratsiya kerak. Yo'q, weakness kerak emas. Kerak emas. Asalni tashlab olaylik. Cobblestone kerak emas. Endi ovqat вообще kerak emas. Effektningiz kerak emas. Endi bular looting bor ekan. Endi temirlar kerak emas, ovqat kerak emas, ko'mir, jun kerak emas. Mayli, portal ramkasi tursin, bitta tomonga taxlab olay bularni. Obsidian berdi, yaxshi. Minecraft qo'tirishmasa bo'ldi. Endi mana berishdi. Deep Spider bormi? Yo'q, menikidan yaxshiroq ekan. Shart emas. Kerak emas. Sandiqni nima qilaman? Bo'ldi. Zo'r ideya keldi. Qaraylik, mana videoni mana shu yerda tugatamiz. Men hozir sizlarga uchun narsa qurib beraman. Qaranglar, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 hop. Mana portal sizlarga. Nechta kerak mana? Tepa qavatiga ham qo'yib chiqaman mana. Mana. Bola videoni shu joyda to'xtataman. Bo'pti.